savollarimizni amalga oshirib oldik, to'g'rimi? Yaxshi savollarga javob berishga harakat qildingiz. Faqat asarni qo'shimcha ikkinchi yozuvchi aytmoqchi bo'lgan g'oyalarni ham topishni o'rganishimiz kerak ekan. Masalan, eng og'ir gunoh hikoyasida faqatgina nonni asrash degan g'oya yoki gunoh ishlarni sodir etmasligimiz kerak degan g'oyadan tashqari yozuvchi aytmoqchi bo'lgan va hikoyaga yashirib qo'ygan g'oya ham bor ekan. Bu qaysi g'oya ekan? Rahmat, onalarimizni asrash haqidagi g'oya ekan. Ona, ota va o'g'il o'rtasida kim bo'ladi dedik? Ko'prik vazifasini, ikkalasini birlashtiradigan, ushlab turadigan mustahkam bir ko'prik vazifasini bajarishini esimizda saqlaymiz. Xo'p, ana endi bitta energizer o'tkazamiz. Bir marta ko'rsataman, ikkinchisida o'zingiz takrorlaysiz. Hamma bir xil bajarsa o'tiramiz. Agarda birorta o'quvchida harakatlar o'zgacha bo'lsa, unda qayta bajaraveramiz. Kelishdikmi? Demak, qo'llarimizni ochamiz. Xo'p, shamol, quyosh, yomg'ir, qor. Endi men aytaman. Qor, quyosh, yomg'ir, shamol. Shamol, quyosh, qor, yomg'ir. Rahmat. O'tirib olamiz. O'tmishdan ertaklar qissasida Abdulla Qahhor siz tengi bola bo'ladida o'zini o'sha paytdagi Abdulla Qahhor yosh Abdulla qanaqa bo'lganligi haqida ma'lumotga ega bo'lamiz bu qissani o'qiganimizda. Men aynan bu asarni sizga tanishtirishimdan sabab o'sha bola va sizni yoshingiz aynan tengligi va asar va sizni holatingizni solishtirish maqsadida aytyapman. Ana endi Abdulla Qahhor eslaydi. Yoshligimda meni indamas deb chaqirar edi. Ya'ni qo'pol qilib aytganda indamas degan laqab bo'lardi. Abdulla deydi, "Hoy indamas, beri kel" deb chaqirar edi deydi. Savol: qanaqa bolalarni yoki qanaqa odamlarni biz indamas deb atashimiz mumkin? Kimda javob bor? Gapirishga uyaladiganlarni, gapirishga uyaladiganlarni, qo'shmaydigan, odamovi bolalarni yana indamas deb. Yana. darslarda to'liq javob bermaydi. To'liq javob bermaydi. Yana yaqinlashyapmiz. Qanaqa bo'lmaydi? Nima qiladi? Urmaydi. Kimdir uni urishsa, unga qaytib javob qaytara olmaydi. Demak, olmaydi. Sizlarda shunday narsa bor. Demak, siz bergan mana shu 4 ta javobni umumlashtirgan holatda juda kam gapiradigan bolani desak bo'ladimi? Shunday. Demak, mana shunday kam gapiradigan bola bo'lgan. Lekin kam gapiradigan bola bo'lishiga qaramasdan, xayolot olami shunchalar keng bo'lgan. Tushunyapsizmi? Yaxshi o'qigan. Unga kim o'rgatgan o'qishni? Aytdik, qishloq ko'chib yuravergan dediga, otasi Abdulla Qahhorning o'qishga juda ham jiddiy qaragan. Darslarni o'zlashtirishiga, kechalari o'zi o'tirib unga hisobdan, yozuvdan, o'qishdan darslar bergan. Kechalari onasi ham unga kitoblarni o'qib bergan. Abdulla Qahhor mana shunday bir ilmni qadrlaydigan oilada kitobga mehr qo'yib, xayolot olami bilan maqladi katta bo'ladi. Kunlardan bir kuni bu tomondan men ham demak, o'tmishdan erta keldi. Bog'bon bobo nonni stol ustiga qo'yib qo'yar ekanda, oladigan odam ikkita nonni olar ekanda, pulni qo'yib ketaverar ekan. Sotuvchi bo'lib, bog'bon bobo yonida o'tirmas ekan. Hozirgi real hayotimizda nima deb o'ylaysiz? Hozir maktabni yoniga nonni, bir savat nonni olib chiqib qo'yib, hech kim sotmasa ham xalqimiz pulini tashab olib ketadi deb o'ylaysizmi? Qanaqa fikrdasiz? Nima o'ylaysiz sizningcha? Ular shunchaki olib ketib qolishadi, chunki u olganini hech kim bilmaydi. Men olganimda u qayerdan bilsin deb olib ketib qoladi. Ha, siz aytmoqchisizki, nonni nonni oladi-da, to'g'rimi? Nonni oladi-da, pulini tashlamaydi deysiz, to'g'rimi? Xo'p, ana endi o'tmishdan ertaklarda bog'bon boboni pullarini tashlar ekan. 10 ta odamdan 9 tasi nonni oladi, pulini tashlaydi. Lekin ayrim odamlar bor ekanki,
Yana nimalar qiziq sizga? Qani? Demak, Abdulla Qahhorning ukasi borligini bilib oldingiz. Yana nima qiziq? Abdulla Qahhorning o'zining ikkita o'g'li bo'ladi. Po'lat bilan Mo'min ismli o'g'illari bo'ladi. O'quvchilar, qani darsimiz yoqdimi sizga? Darsni 3 ta so'z bilan ifodalasa, kim ifodalab beradi? 3 so'z bilan ifodalansa qanday bo'ladi darsimiz? 3 ta so'zdan iborat bitta gap ayting. Qani? Bitta gap tuzolmaysizmi? 3 ta so'zdan iborat bo'lishi kerak. Mana shu darsimiz haqida bo'lishi kerak. Qanday bo'ldi degan savolga. Ha, demak qarang, dars qiziqarli bo'ldi. Yana. Zerikishga o'rin yo'q. Rahmat, zerikishga o'rin bo'lmadi. Yana. Dars menga yoqdi. Rahmat, yana. Xo'p, o'quvchilar, mana bu hozirgi oxirgi o'rgatgan metodikam bu refleksiya deyiladi. Ustozingizning darsi, o'zingiz ustozingiz dars o'tgandan keyin ustozni darsiga nisbatan mana shunaqangi refleksiya bering. Agar dars sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, dars qiziqarli bo'ldi, dars yangi bilimlarga boy bo'ldi deysiz. Agar dars zerikarli o'tgan bo'lsa, dars biroz zerikarli bo'ldi desangiz, o'qituvchi o'zini darsini qanday bo'lganligini, siz qanday tushunganingizni bilib oladi. Tushuntira oldimmi? Nima ekan bu demak? Refleksiya, ya'ni aks ettirish degani. Siz darsni 3 ta so'z bilan qanday bo'lganini aks ettirib berdingiz, ta'riflab berdingiz, ifodalab berdingiz. Tushuntira oldimmi? Rahmat o'quvchilar. Tanaffusga chiqishingiz mumkin. Xayr.